Bugungi kunda mana vizamiz chiqdi. 4-5 ta savol berishdi, unaqa ko'p savol berishmadi. Har doim kompaniyalarni chiroyli gapirtiradi, nimadir qildirib maqtanaveradi, ammo xolima haqiqatni aytishingizni. Avvalambor assalomu alaykum Zoirbek aka. Yana bir bor yaxshimisiz? Bugungi kunda mana vizamiz chiqdi. Har doim kompaniyalarni chiroyli gapirtiradi, nimadir qildirib maqtanaveradi, ammo xolima haqiqatni aytishingizni. Mana bizga keldingiz, pul to'ladingiz. To'ladim. Qanaqa shishinilar bo'ldi? Yo'q, yaxshi. Sizlar tarafdan muammo bo'lgani yo'q. Dokumentlar hammasi joyida hal qilib berishdi. Suhbat ham zo'r o'tdi. Hayajon bo'ldi lekin suhbatda. Kirishimda hayajon bo'ldi. 4-5 ta savol berishdi, unaqa ko'p savol berishmadi. Qasam ichtirdim. Qasam ichtirdi. Qo'lni ko'tarib qasam ichtirishdi. Endi planlar qanaqa u yoqda? Plan, xudo xolasa, trak servisda ishlash. Servisda. Servisida. Siz mashina ustasiz. Ha, mashina usta. Bu yerda ham o'zi remont motor hadovoy? Yo'q, aslonoy dizelnya bo'yicha, sizlarga apparatura servis bo'yicha. Shunaqa ishxonamiz. O'tdan tanishlar bormi, qarindoshlar bormi? Qarindoshlar bor, uzoq qarindoshlar, yaqin qarindosh. Qo'shnim ham ketgan, endi qo'shnim ham oilaviy ketgan. 2 yil bo'ldi. Gaplashib turibsiz? Gaplashib turibman u bilan ham. Mayli yordam beramiz deyapti, yo'l yo'riq ko'rsatamiz deb. Agar Mombodo'ga borsangiz, qanaqadir endi yotoq joydan qiyinchilikda bo'lsa, aytdim, bizdan ketgan bolalar bor. Что bani endi har xil bilasiz, musofir davlat, katta davlat. To'g'ri. Qiyin bo'lib qolmaslik uchun. Endi bitta gap rostni aytamizki, maslahatim mana shu ketishingizdan oldin Amerika bilan ko'p ishlaymiz o'zi. Mana shu haqiqiy kasbingiz egasi bo'lasiz, ishonmang zo'r pul topasiz aka. O'zi lekin oldin 10 yil oldin ishlaganman, amakim bilan qo'lda ishlaganman Furada, vodiyga yuk tashirdi. Ishlaganman Furada. O'sha tushunasiz? Ha, tushunaman, uni sohani tushunaman. Prosta yo'l azobi, go'r azobi deyishadi-yu. Qiyinda va Furada yurish. Oson emas. Oson emas. O'zimcha har bir ishni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor shunaqa. Aka, omad tilab qolaman. Shunchalik qimmatli vaqtingizni ayamay bizga intervyu berayotganingiz uchun rahmat. Nimadir yordamchilik kerak bo'lsa, bemalol aloqadamiz. Rahmat, sizlar ham qilgan ishlarga rozi bo'linglar.